Mana senga Bu Qorboboda qopidan nima olib keldingiz Umidjon? Everest tog'idan katta qopda bismernik terib keldi. O'lmas gulli. Bu aka jigar muammolarida, surunkali xolestitda, o't yo'llari shamollashida, qavziyatda, quvvatsizlikda, hattoki podagragacha ham foydasi bor ekan aka. Haqiqatda o'lmas o'tli, gulni o'qishdan so'lib qoladi. Yillab tursa ham aynamaydi, qaraqanday. Chakkaga qistirib qo'yib, damlab 2 mahal ichib yuring, xudo xolisa. Bu jigarga o'sha o't qopidan muammosi borlarga eng zo'r narsa mana shu. Bu bismertnik o'lmas o't haqida misol o'qib o'rgansin, do'konimizga kelsin, buni olib ber, klientlaringga solib ber, buni ichsin 1 oy. Qachon ichish tartiblarini o'rgat. Maza qilib mana bu toza asallardan solib ber, ichsin, xudo xolisa sog'lom bo'lib, seni duo qilsin. Shu kelganda mana bu hozirgi havo ifloslangan davrda ichadigan o'pkalarni, nafas yo'llarini tozalaydigan nima bor deganda mana bu xelba mahsulotlarimizdan ber, ichish tartiblarini o'rgat, buni nimaga foydaliligini. Xelbani bilasan, 100 xil kasalga davoligini. Masalan, o'zing ham ichib ko'rasan, o'rganilgan. Buni yog'ini ham bor, qandoq o'zini ichamansa, mana shu gulli urug'lari hammasini bor-ku, tartib bilan kulli ratsionga kirgizish kerak o'zi aslida. To'g'ri. Juda insonni organizmini, jonini orom oldirib beradi. Juda kuchli narsa. Ha deb aptekalarga chopmaysiz, dorixonalarni unutasiz, doktorlar bilan sekin atlashingdan zo'rasiz. Sababi tabiiy narsalarga ancha odamlarda ixlosi ortdi juda ham. Kasallikni oldini olamiz, davolagandan ko'ra bir qadam bosib kelsangiz, 1000 qadam shifo sizga quvvat yoningizga boradi-da. Mana bu sudurgi epilepsiya bilan qiynalayotganlar uchun mana shu kundur yelimlaringni ber. Xotiraga o'ta go'zal narsa. Odamlar millionlab pul to'lab bolalarini chasni maktablarda o'qityapti. Shularni savol-javob qilganda ancha hali ilmda orqada. Mana shu kundur yelimlardan yesinda, xotirani shunaqangi chaqlab beradi. Odam insoni bor-ku, bolalarini ko'rganda ko'zi quvnaydi. Xudo xolisa. Juda kuchli narsa. Ilm o'rgatyapti, til o'rgatyapti, hammasiga zo'r. Ayniqsa gijja bilan qiynalayotganlarni maqtab berasa mana bir kunda nechtasi kelib duo qilyapti haqqimizga. Inshaalloh bundan keyin ham bundan zo'r narsalarni tavsiya qilib berim uchun olmastirkan italyanskilarni olib ichsin, maza qilsin. Buni iching. Davliningizdan muammo bormi? Iching. Yuragingizdan muammo bormi? Iching. Bu eng zo'r olma sirkasi italyaniki. Biorganik. Toza xudo xolisi do'konimizda mana. Qolgan assortimentlar ham bor. Bemalol kelganda 9-10-do'konga Umidjonni toping. Mana bu assortimentlarni mazza qilib olib ketib, oilaviy 200 qip-qizil bo'lib mazza qilib foydalanib yuring. Xudo xolisi. Yoqqan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga jo'nating, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Podpisatsiya bo'lishga unutmang. Kutib qolamiz.